Polshaga qanday tartibda borgansiz? Biz birinchi yilga kelganimizda bunchalik налогlarga katta e'tibor qaratilmardi. Demak, siz shundan e'tiborsizlikdan pand yegan holatlaringiz bo'lgan. Qo'lida hunari bo'lsa bir $100 topsa bo'ladi kuniga. Endi bular bu sohani deymiz, bu hunarni deymiz, qayerda o'rganishlari kerak o'zi? Ish beruvchilar o'rgatib yuboradi o'zlari. Ular yo'l qo'yadigan xatolar nimalarda ko'rinadi? Qanday xatolar qilishadi odatda? Musofirda yurgan erkaklarni oilalariga, endi ayollariga, misol farzandlarini sizlar uchun yuribdi, sizlar uchun ishlab, sizlar uchun kelajakka deb shunday qahramon deb tanitsin degan bo'lardi. Har borganingizda ota-onangiz ma'lum bir miqdorga yoshi o'tgan bo'ladi. Misol ajiniga ajin qo'shilgan bo'ladi. Har safar borganingda kichkina bolang katta bo'lib qolgan bo'ladi. Dzień dobry, Fazliddin. Jak się czujesz? Dzień dobry, panu Muslim aka. Dobrze wszystko, okej. Okej? Nie ma emocji, nie ma emocji. Wszystko dobrze. Robimy tam, wszystko okej. Dobrze, bardzo dobrze. Assalomu alaykum, Fazliddin. O'zbekchasiga aytganda, siz bilan gaplashib turganimizdan xursandmiz. Bu suhbatni o'zi anchadan beri rejalashtirib yurgan edik, lekin turli sabablarga ko'ra, texnik sabablarga ko'ra, siz vaqtingiz bilan bog'liq sabablarga ko'ra biz biroz kech qoldik. Lekin shunday bo'lsa-da, baribir siz bilan suhbat biz uchun qiziq. Chunki ayni paytda Polshada juda ko'p o'zbekistonliklar, Markaziy Osiyoliklar mehnat faoliyatini olib borishyapti, u yerda ishlashyapti, turli sohalarda. Har holda Varshavaga borganimizda biz buni guvohi bo'ldik. O'zbekistonliklar juda ham ko'p ekan. Assalomu alaykum. Muslim aka, yaxshimisiz? Rahmat. Vatandosh kanalining obunachilari. Andijon viloyati Jalolquduq tumanida tug'ilganman. Musofir bo'lib yurganimizga ham 20-21 yil bo'libdi mana. Moskvada bir 12 yilcha yurdik. Keyin shu Yevropa, Polsha davlatiga kelib, mana bu yerda ham 6 yil, 7-yil ketyapti o'sha bu yerda ham 7 yildan beri yuribmiz Polsha davlatida ham, Yevropada ham. Rossiyada nima ishlar qilgansiz endi u yoqda? Rossiyada ham shu qurilish sohasi, remont ishlari, ichki внутрянка deydi endi ularning tilida, shunaqa remont ishlarini qilganmiz. Rossiyadan ketishga nima sabab bo'lgan? 2017-yilgacha yurgan bo'lsam, 2017-yilda juda ham o'sha qiyin bo'lib ketdi endi men uchun. Endi bilmayman, hozir ham borib kelib yurishibdi odamlar, men uchun qandaydir qiyin bo'lib ketdi. Har qadamda to'xtatishlar, dokumentlar, to'lovlar qimmat bo'lib ketishi, patentlarda tezda narxlari oshishi, shunaqa narsalar ko'paygandan keyin men o'yladimki, bo'ldi endi bu yoqqa kelishdi o'zi anaqasi yo'q deb o'zimga o'zim qaytdim. O'zbekistonda yurgan mahalim Yevropaga taklif bo'lib qoldi. Shu bilan bu yoqqa keldik. Polshaga qanday tartibda borgansiz? Polshaga bir mahalladoshimiz bor. Mahalladosh bir yaxshi inson, shu odamning taklifi bilan men O'zbekistonda yurganimni eshitib, bilib, men ham shunaqa qurilish sohasidan xabarim borligini bilib, o'sha odam kelasanmi degan fikr bildirdi. Men aytdim, ha, boraman dedim. Dokumentlarimni qildi, приглашение deyiladi, zazvaleniya deydi bularning tilida. Shularni qildi, shu dokumentlarga yordam berdi. Shu aka sababchi bo'lib kelib qoldik keyin Yevropaga. Demak, ishchi viza bilan borgansiz yo qanday bo'lgan? Ishchi viza bilan borganman. Rasmiylashtirishdi. Viza bilan 1 yillik ishchi viza bilan kelganman. Siz borganingiz paytdagi muhojirlarga munosabat va oradan mana 5-6 yil o'tib hozirgi munosabat o'rtasida farqlar seziladimi? Muhojirlarga nisbatan. Albatta seziladi aka, albatta seziladi. Bu xuddiki men Moskvaga birinchi yili borib, oxirgi yili qaytayotganimdagi mana shu 2017-yil qaytayotganimdaqa o'zi vaziyat bu yerga ham yaqinlashib qolganga o'xshayapti. Bu meni nazarimda migrantlarga qarshi demaylik, migrantlarga anaqa qilinadigan narsalar ko'payib boryapti bu yerda ham. Налогlarni vaqtida to'lashlar. Biz birinchi yilga kelganimizda bunchalik налогlarga katta e'tibor qaratilmardi. Налогlarni ham narxlari pastroq edi. Hozir endi ko'tarilib boryapti. Narxlar ham ko'tarilib boryapti. Demak, salbiy tomonga o'zgarish bor, qattiqlashyapti, qat'iylashyapti. Sekin-sekin shunaqa migrantlarga nisbatan bular ham qattiq ishlashda boryapti. Lekin bu yerda endi faqat O'zbekiston emas ekan, bu yerda juda ko'p davlat kelar ekan. Polshada qurilishlar ko'pmi? Men borganimda Varshavada juda ko'pga o'xshab ko'rindi. Har qadamda qurilish edi. Qurilish juda ham ko'p qurilish. Har qadamingizda to'g'ri aytyapsiz. Har qadamingizda qurilish. Aka, juda ham ko'p qurilish. Bu yerda ishdan umuman muammo yo'q. Ish topish, ishga joylashish haqida o'ylamasa ham bo'laveradi. Bunday qilib aytganda.
Demak, hujjatlarni Qisqaroq. to'g'rilab borsa, bemalol ish topish imkoniyati bor, muammosi yo'q. Albatta, ishlayman degan odamga ish juda ham ko'p bu yurtda. Endi ishingiz haqingizda gapirib bering. Necha kishi ishlaysizlar, qanaqa tartibda ishlaysizlar, qayerlarda qanday faoliyat? Ishimizni tartibi ob'yomga qarab, ishimiz agar kattaroq ish olsak, kattaroq ob'yomda ish olsak, ko'proq odamni ko'paytiramiz, 5 ta, 6 ta qilamiz. Agar ishimiz kichikroq bo'ladigan bo'lsa, 3 ta, 4 ta bilan, ba'zida bir 3 kishilik ish bo'lib qoladi, 2 kishilik bo'lib qoladi. Katta kishiga qarab ishni ana qilib boraveramiz. Odamni qo'shib chiqarganda ham u birovni bo'ldi ana qilmaymiz. Albatta unga ham bir ish topib, sen bu yerda ishlab tur, biz bu yog'ini tugatib qo'yamiz yoki buni tugatib senga yana o'tamiz degan kelishuvlar bilan bir-birimizga yordam berib shunday qilib ishlab yuramiz. O'zbekiston yoki Rossiya bilan solishtirganda u yerda narx-navolar qanaqa? Bitta odam O'zbekistonda o'rtacha necha pul olayotgan bo'lsa, Rossiyada shuni 2 baravarini oladi. Polshada shuni 3 baravarini oladi. U xoh 100 ming bo'lsin, xoh 500 ming bo'lsin, shuni o'rtasini olganda necha pul topayapti hozir? O'rtacha odamlar bir kunda ishlaganda usta haqqi. Shuni 3 baravarini topsa bo'ladi bu yerda. Shu yigitlar o'zini xarajatlaridan orttirib, uylariga qancha yubora olishi mumkin endi? Aniqroq aytganda. Qo'lida hunari bo'lsa bir $100 topsa bo'ladi kuniga, $100, $100dan oshiqroq. Endi dollarga qilib aytganda. Lekin qo'lida hunari yo'q bo'lsa, $60, $70 atrofida pul topadi. Qo'lida hunari yo'q odam ham anaqa разный рабочий bo'lib ishlab ham $60-70 pul topadi. Xarajatlari qancha bo'ladi endi? Kunlik, oylik xarajatlar bu yerda kvarplatasi $200 oyiga va bir $200 qorniga yeydi. Chiqimlari asli bo'ladi, $200, praznoy bo'ladi, bir $25 bir oylik qatnaydigan praznoyi bir $25 shunaqa chiqimlari bor. Umumiy hisobda bir $500 bor ekan o'rtacha $500 chiqimi bor. $500 chiqimi bor. Qolgani demak u o'zini ixtiyorida yuborishi mumkin. Qolgani o'zini ixtiyoridagi uyiga jo'natadimi yo shu yerda to'playdimi o'zini puli bo'ladi. Endi bizda ko'proq uyga jo'natadi. Shunday. Demak o'sha buyurtmalarga qarab ham buni miqdori oshib borishi mumkin-a, kunlik topish. O'zini ish buyurtmaga, o'zini malakasiga, o'zi qanchalik ish o'rganib, qanchalik ish o'rgansa, uni boraveradi, unda ko'payib boraveradi ish haqqilari ham. Hozir qurilish sohasida ayni qaysi mutaxassislarga ehtiyoj katta? Men Rossiyadan kuzatib kelaman, o'zi bu anaqa qandaydir meni bir eng o'zimni bir anaqa minus tarafim desam ham bo'laveradi. Shu elektrika bilan santexnikka juda ehtiyoj, har bir davlatda ehtiyoj kattada anaqa ekan, shu hunar ekan. Endi men o'zim shu sohaning ichida yurganim uchun endi unga yana qo'shimcha bo'lib ketaveradi albatta. Svarshiylik bor, plitka bosmoqchi bo'lsa, plitishni endi ketaveradi. O'zbekistonda ham ko'ramiz, santexniklar yomon pul topmaydi. Mana Toshkentlarda video qilib tashlashadi ishchilar. Videolar bilamiz, arzon ishlar emas-da. Endi ishni men tushunaman, albatta, santexnik ishlarini ko'rsam tushunaman, arzon ish emas u ishlar. Qaysi payt siz uchun qiyin payt? Obyektni olishmi yoki topshirishmi? Shunga o'xshash. Bu obyektni olish eng osoni, albatta, osonda, chunki odam doim shoshilib ish olayotganda xursandchilik bilan olasan, albatta shoshilib olasan, ba'zi bir joylariga ahamiyat bermaysan, ba'zi bir joylarini qo'yib yuborasan. Topshirganda qiynalasan keyin. Topshirish bizda ozgina qiyinroq bo'ladi. Chunki mayda detallariga ahamiyat bermagan bo'lamiz, lekin bizni dogovorimizda u narsalar ham o'zi kiritilgan bo'ladi. Har bir ish olganimizda qaysidir bir detalini esdan chiqargan bo'lamiz. Albatta u detal bor bo'ladi shu proyekt ichida. O'zi tugatdim deganingda ishni mana shuni ham qilib berib qo'yish deganda kelgan o'ylaydi, bu yo'q edi-yu desang bor edi dogovorning ichida deydi. Shu yerlardan ozgina kelishmovchiliklar chiqadi ish beruvchi bilan oramizda, lekin qilib chiqib ketamiz baribir. Chunki qilmasak yana bo'lmaydi, tugatib pulimizni olib chiqib ketishimiz kerak. Baribir qilamiz shuni. Demak, siz shundan e'tiborsizlikdan pand yegan holatlaringiz bo'lgan, saboq bo'lgan sizga, to'g'rimi? Bu bo'lib turar ekan. Buni ustida ishlasak ham baribir bo'lib turar ekan. Bir kun imminni e'tiborida shu o'tgan safar qaratgan tarafingizga qaratsangiz, bitta obyektda moyoqdagisini esdan chiqarib qo'yasiz ekan, bu bo'lib kelar ekan. Bu meni bilishim bo'yicha hech kim mukammal zo'r dogovor qila olmasa kerak deb o'ylayman. Yana bilmadim, balkim bordir shunaqa insonlar ham, lekin bir avvalgi e'tibor qilmagan joyingizga e'tiborni qaratsangiz, boshqa tarafdagisi qolib ketib qolar ekan, baribir shuni qilib berishga to'g'ri kelar ekan. Keyin shu Rossiyada qurilish sohasida ishlagan yoki ishlab kelgan yurtdoshlarimiz bilan gaplashganimda va shu sohaga tushunadigan odamlar bilan gaplashganimizda ko'pincha o'zbeklar, ya'ni o'zimiz millatdoshlar deydi, bilmaydigan narsani ham bilaman deb ish olish holatlari bo'ladi va oxirga borib
o'sha ish ko'ngildagidek chiqmaydi, shartnomadagidek chiqmaydi. Shundan keyin ishonch o'lishi mumkin yoki ishni sifati ham shunga yarasha bo'ladi. Shunaqa aldash holatlari ham bo'ladi degan bir fikrni aytgan. Siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa holatlar u yoqda ham bormi? Albatta buni men aldash deb bilmayman. O'zbekiston o'zimizni sharoitimizdan, O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, o'zbekligimizdan kelib chiqib buni hali bilmayman deb o'tirsa, albatta o'tirgan sari musofir odam minusga ketadi. O'tirgan sari bu minusga ketadi. U birinchidan uni yemog'i bor, kvartirasi bor, u o'tirgan. Chunki biz bilaman, o'zim ham ko'p buni guvohi bo'lganman. Bilaman deb chiqib ketib, bilmasa ham eplab ketganlar ham juda ko'p. Chunki ba'zi bir odamlar sabrli bo'ladi, tushunadi, ish beruvchilar ham haqiqatan bunga ish kerak. Odamdagi anaqani ko'rsa, o'zidagi qiziqish, o'zini harakatchanligini ko'rsa, bilmaydigan odamni ham ish beruvchilar o'rgatib yoradi o'zlari. O'zlari o'rgatib yoradi. Bundoq qilasan deb o'rgatib yorganlar ham ko'rganmiz, bunaqalarda ham guvohi bo'lganmiz. Mana qurilish sohasida ishlamoqchi bo'lgan yoshlar bor. Endi bular bu sohani deymiz, bu hunarni deymiz, qayerda o'rganishlari kerak o'zi? Va siz qayerlarni tavsiya qilasiz va o'zingiz aynan shu qurilish sohasida mutaxassislar tayyorlaydigan bir yo'nalishlarda nimalardir yangiliklar qilish haqida o'ylab ko'rganmisiz O'zbekistonda? Shogirdlar tayyorlash deymizmi, shunga o'xshash narsalar haqida yoki proyektlarni bu yoqqa ko'chirish haqida? Bu haqida o'ylab ko'rmagan ekanman. Biz shogird bo'lib o'rganganmiz, ustalarga tushib, shulardan o'rganib biz shogird bo'lib o'rganganmiz. Endi hozir ham shuni tavsiya qilaman. Hozir oxirgi mahallar biz eshityapmizki, bu sohaga ko'pchilik shogirdga bermayapti ekan, o'zi bolalarini. Endi biz shunaqa eshityapmiz, bilyapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda bu sohalarga shogird topish juda qiyin bo'lyapti ekan. Biz bekorga ham yurganmiz, hunar o'rganish uchun ham yurganmiz. Hozir endi pulga topishga ham qiyin bo'lyapti ekan. Juda ko'p e'lonlar ko'rib qolamiz. Ishchi kerak deydi, bilmasa ham o'rgatib olamiz deydi. Til bilan bog'liq, kompyuter bilan bog'liq o'tirib ishlash sohalari ko'paygan sari bu fizический ishga talablar kamayib ketgan. Birov bolasini bergisi kelmayaptimi? Misol o'zimizdan ham qiyos shundoq bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri, nafaqat quruvchilar, balki qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydigan yoshlar ham nafaqat O'zbekistonda, butun dunyo bo'ylab kamayib ketayotgan ekan. Demak, ertaga bu muammo keltirib chiqarish mumkin. Avlodlar o'zgaryapti, ularning qarashi, dunyo qarashi, ularning kasblari ham zamonaviylashib boryapti. Endi bilmadim bu ishlarni kim davom ettiradi. Har holda bunaqa muammolar bor va savolimning ikkinchi qismi shundan iborat ediki, siz endi butun umr u yoqda muhojir bo'lib yurmasangiz kerak. Rejalar bormi O'zbekistonga qaytib, shu yerda ham ishlab, shu yerda ham obod qilish degandek? Shu yerda ham biznes sifatida yuritish ishlaringizni? Albatta bu eng orzularimni juda katta orzularimdan bittasi mana shu O'zbekistonga borib, o'zimni xalqimga, o'zimni yurtimda xizmat qilib, shu yerda o'zimni shuncha tajribamni bir mayli men juda zo'r mutaxassis bo'lmashim mumkin, lekin ko'p narsani ko'rgan inson sifatida, mana shu qurilish sohasida ko'p narsani ko'rgan inson sifatida albatta ishlamoqchiman. O'zbekistonda ham Xudo xolasa shunga harakat qilib yuribmiz. Orada men O'zbekistonda juda ko'p vaqtlar bo'lmadim. Men O'zbekistonda tanish bilish orqali menga ish topish juda qiyin bo'ladi. Endi men ish topsam, ijtimoiy tarmoq orqali ish topa olishim mumkin agar bu sohani yo'lga qo'ysam, albatta. Yangi kelayotgan migrantlar, muhojirlar deylik, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, ular yo'l qo'yadigan xatolar nimalarda ko'rinadi? Qanday xatolar qilishadi odatda? Qoidalarga amal qilib yursa, hamma qoida, u piyoda yuradimi, velosipedda yuradimi, bu yerda hamma narsani qonun qoidasi bor. Velosipedda o'zini yo'li bor, piyodalarda o'zini yo'li bor, mashinalarda mana o'zini yo'li bor. Qonun qoidalarga amal qilib yursa, peshxodlardan o'zidan o'tib yursa, muammo bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu endi meni tashqaridan ko'rgan aqam. Ya'ni jamiyatda mavjud bo'lgan umumiy tartib qoidalariga bo'ysunish kerak deysiz-da? Albatta. Jamoat joylarida albatta o'zini tilida gaplashmaslikka harakat qilib, yo gaplashsa ham sal pastroq ovozda birovga haligi bildirmaydigan. Iloji bo'lsa, biz ko'rib qolamiz ba'zi bir mahallar metrolarda yoki avtobuslarda boshqa millat vakili o'zini tilida qattiq gapirib, misol albatta bu odamlarga yoqmaydi, bu misol nima deyapti, nima haqida gap ketyapti. Shularga ozgina e'tiborli bo'lsa, o'zlariga plus bo'ladi. Juda ham katta hurmat bo'ladi o'zlariga, migrantlarga o'zlariga hurmat bo'ladi shu. Polshaliklarda O'zbekiston haqida, o'zbeklar haqida tasavvur bormi, bo'lsa ham qanday? O'zbekiston haqida tasavvurlari bor ekan, bilishar ekan. O'zbekiston
Qirg'iziston, O'zbekiston degan joylarni bilishar ekan. Ba'zi bir joylar bitta ikkita klient deylik, endi ish beruvchilarni bildikki, Issiqko'lga borib dam olib keldim, Toshkentlaringga bordim, O'zbekistonlaringga bordim, u yerda bir 2 kun 3 kun bo'ldim. Hamma yo'llaring shirin ekan, arzon ekan, zo'r ekan. Keyin Qirg'izistonga o'tdim, Issiqko'lga bordim, dam olib keldim degan bitta ikkita odamlar bilan ham gaplashdik. Ba'zi bir odamlar O'zbekiston degan davlat bormi degan savollar ham bo'ldi. Biz aytdik, internetga kirib yoz, mana shunaqa O'zbekiston deb yozsang chiqadi, O'zbekistonni ko'r. Deymiz, keyin ko'rishadi, bor ekan, shunaqa davlat bor ekan deydi. Eng katta plyuslaridan bittasi millatchilik degan narsasi yo'q ekan bu yerda. Bir Rossiyadagi holat shu til bilmaslik bo'yicha bir yaqin do'stimiz magazinga chiqib non olmoqchi bo'lganda 3 ta non olish kerak bo'lgan ekan. 3 ta, 3 buxanka olish kerak bo'lgan shu mahalda. Shunday chiqqanda pulni tashlab turib 3 esidan chiqib qolganda 4 buxanka degan. Deganda keyin 4 ta buxanka qo'yganda adin ninada degan ekan. Endi shuni bittani qo'ygandan keyin 4 ta qo'y adin ninada degan. Chiqib aytib berganda juda ham bir kulgilik tuyulgan bizga. Juda ham kulgilik tuyulgan. Bildikki biz endi ruschani o'rganganimizda, muloqot darajasiga yetganimizda ruschadan Rossiyada yurib endi bu yoqqa kelib qoldik. Bu yerga kelib yana boshqatdan musofir bo'lib qoldim. Xuddiki yangi bir joyga chiqqan musofirga o'xshab qoldim. Bu davlatga kelib yana tilini bilmayman. Yana qiyinchilik, shu til bilmaslik haqiqatan siz aytmoqchi juda katta qiyinchilik ekan, til bilmaslik. Oczywiście. Oczywiście. No teraz wszystko dobrze. Rahmat. Endi so'nggi bir savol o'rnida, endi Polshaga bormoqchi bo'lgan yoshlarga nima tavsiyalar qilgan bo'lardingiz? Aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa? Hammasiga bitta javob qilib, tilni o'rganib kelsin. Qaysi davlatga borishmoqchi bo'lsa ham, qaysi davlat, xoh bu Polsha bo'lsin, Germaniya bo'lsin, balki Rossiya bo'lsin, qayerga borsa ham o'sha yerda tilini muloqot darajada, hech bo'lmaganda shu muloqot darajada o'zini fikrini tushuntirib oladigan, menga ish kerak yoki menga yotoq kerak yoki meni oylig'imni ber, shu muloqot darajasida bo'lsa ham tilini o'zlashtirib borsa, qiynalmaydi, xudo xolasa. Hamma bir musofirda yurgan inson erkaklarning nomidan bitta narsa aytgan bo'lardimki, musofirda yurgan erkaklarni oilalariga, endi ayollariga, misol farzandlarini otasini bir qahramon deb tanishtirishlarini, mana biz necha yillardan beri musofirda yuribmiz. Albatta onalar otalarini, dadalarini shu farzandlariga otang qahramon, sizlar uchun yuribdi, sizlar uchun ishlab, sizlar uchun kelajakka deb shunday qahramon deb tanitsin degan bo'lardim. Mayli bu yerda pulingiz bo'ladi, ishingiz bo'ladi, hamma narsangiz bo'ladi, lekin ota-onangiz, aka-ukangiz, farzandlaringiz bo'lmaydi bu yerda, lekin o'shalardan boshqa hamma narsangiz bo'ladi desa ham bo'laveradi. Musofirdagi odam, men savol o'z-o'zidan ko'payib ketyapti, uzr. Musofirdagi odam nima topadi-yu, nima yo'qotadi o'zi sizningcha? Musofirdagi odam albatta uy-joy, pul topar ekan-u, shunaqa narsalar topar ekan-u, lekin ota-onaga xizmat qilish, farzandlarni yoshliklarini o'g'irlatib qo'yar ekan, farzandlarini yoshlik davrlarini yo'q qilib qo'yar ekan. Shularga bo'lgan e'tibor, shular bilan mehrlar, bir-biriga mehrli bo'lish jarayonlarini yo'qotib qo'yar ekan musofirlar. Musofirlar o'ylaydi ekanki, pul bilan hamma narsani tekis olib boryapman deb o'ylaydi ekan, lekin pulga sotib bo'lmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Bularni yillar yurib buni bildikki, pulga sotib olmaydigan narsalar juda ham ko'p ekan. Farzandingizning yoshligi, ota-onangizning yoshlik davri, har borganingizda ota-onangiz ma'lum bir miqdorga yoshi o'tgan bo'ladi. Misol, ajiniga ajin qo'shilgan bo'ladi. Har safar borganingda kichkina bolang katta bo'lib qolgan bo'ladi, kattasi undan ham katta bo'lib qolgan bo'ladi. Shu narsalarni yo'qotar ekan musofir odam. Lekin pul topar ekan, uy solar ekan, mashina olar ekan-u, shu 3 ta narsani qilar ekan-u, lekin juda ko'p narsani yo'qotar ekan lekin musofir odam. Sizga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Rahmat. Yaxshi ishlar, vatanga qaytib. Sog'lik, omonlik, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ishinglarga rivoj sizlarga ham, Muslum aka. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat suhbat uchun.